Assalomu alaykum, hurmatli bizning Dachilux kanalimizni YouTube kuzatib boruvchilari. Qadrdonlar, bugun biz yana sotuvdagi dacha kelganmiz. Bu dachamiz ham arendaga ham beriladi. Bu joyimizdan lokatsiyasi keladigan bo'lsa, Bochkani shunday Kindigida joylashgan. Keyin eng zo'r tarafi Xo'jakin jome masjidi bilan yonma-yon joylashgan. Qadrdonlar, ana endi sizlar bilan bu dachamizning ichkari qismlarini ko'rib chiqamiz. Ketdi. Kirganimizda 3-4 ta mashina qo'yishga bemalol sharoiti bor. Ishoninglar, kirishinglar bilan ham priroda sizlarni kutib oladi-yu. Вообще jinniboy ostida prirodalari bor. Kirganimizda stol tennis bor. Bu tarafimizga yozgi oshxona, tapchallar qilishgan. Qadrdonlar, biz hozir dachamizning 2-qavatida, biz asosiy qismlari 1-qavatida. Bu joydan lekin prirodaga bitta alohida e'tibor bermasanglar bo'lmaydi. Ishoninglar, ves bochkani ko'rib tursanglar bo'ladi. Вообще lekin prirodasiga ham bitta 0 dan 10 gacha baho berib ketasizlar. Bu tarafimizga keladigan bo'lsa, yozgi oshxona, tapchalari, hamma sharoitlari bor. Ana endi bugun noodatiy holda obzorimizni boshlaymiz. 2-qavatdan boshlab 1-qavatga tushib olamiz. Ketdi. Qadrdonlar, binomizning 2-qavatida biz kirganimizda 10 tarafimizda 10 ta kompyuter ko'zimiz tushishi mumkin. Bu joyimizga ham 10 ta kompyuterlar qo'yilgan. Oila ulfat mehmonlar bemalol dam olsanglar bo'ladi. Bu tarafimizda obzorimizni boshlaydigan bo'lsak, yotoqxona qilingan, kishi uchun o'zgacha dizaynda qurilgan 2 kishilik stol-stullar qo'yib qo'yishibdi. Priroda вообще jinni bo'yatibdi. Bu dachamizda asosiy e'tibor prirodaga berilgan, lekin вообще go'zal qurilgan. 2-qavatdagi 2-yotoqxonamizga 7 ta ordinarli divanlar qo'yilgan. Bu dachamizda umumiy 3 ta yotoqxonasi bor. Ana endi sizlar bilan 3-yotoqxonamizni ko'ramiz. Dachamizning 3-yotoqxonasi, qadrdonlar, ichida televizor, konditsioner, hamma sharoitlari bor. Ana endi sizlar bilan ko'rsatib ketadigan joyimiz 2-qavatdagi bu tarafimizda umumiy sanuzel joylashgan. Buni ham bitta ko'rib baho berib qo'yasizlar. Ana endi sizlar bilan dachamizning 1-qavatiga tushamiz. Ketdi operator. Bu dachamiz to'liq high-tech uslubida qurilgan. Lyustralarni qaranglar, chiroyli vid berib turibdi. Bu joyimizga qarasanglarchi, shunaqa oynalardan qilishgan ekan. Bu ham dachaga alohida vid berib turibdi. Qadrdonlar, ana endi sizlar bilan dachamizning 1-qavat qismini birgalikda ko'rib chiqamiz. Kirganimizda 10 tarafdan boshlaydigan bo'lsam, bilyard qo'yilgan ekan. Qadrdonlar, bu stretning bilyard, bunaqa katta ham emas, kichkina ham emas. Dachamizning qishki oshxonasi joylashgan, 12 kishilik stol-stullari bor. Yaxshi firma Goodwilllardan ishlatishgan ekan. O'zingizlar ham ko'rib baho berib qo'yasizlar. Ayollarimiz kelganda mazza qilib xohlagan ovqatlarni pishirsa bo'ladi. Professionallik karaoke, 55 talik televizor, PlayStation 3, 4 ta joystiklari bilan. Dachamizning qishki basseyn xonasi bo'ladi. Kirganimizda bemalol sauna, basseynlarni qilib dam oltirishga stol-stullar qo'yib qo'yilgan. Ikkita saunasi bor. Finskiy sauna, turetskiy sauna. Bu joyimizda qishki basseyn joylashgan. Razmerlari keladigan bo'lsa 8 ga 4. Ana endi sizlar bilan dachamizning hovli qismini ko'rib chiqamiz. Ketdi. Bu eshigimiz ham bo'lsa, qadrdonlar, dachamizning hovli qismiga chiqsak bo'ladi. Tashqari tarafdan bu joyimizda ham zina qilingan, o'tdan ham tushsak bo'ladi. Dachamizning hovli qismiga ham 1-etajdan, ham 2-etajdan tushib ketsanglar bo'ladi. Hovli qismi 5,5 sotuvga qurilgan. Planshatlar qilib qo'yishdi, gap bo'lishi mumkin emas. Bu basseynga keladigan bo'lsa, yozgi basseynimizning razmeri standarti ham 3 burchak bo'lgan. Aniq bilmadik nechaligini. Mana bu sun'iy palmalarga qarasanglar, bitta baho berib qo'yasizlar. Qadrdonlar, sotilish narxiga keladigan bo'lsa, hozirgi kunda $440,000 so'rashayotgan ekan. Arenda narxi bo'lsa $230 dan may oyi uchun qo'yilyapti. Telefon qilsanglar bemalol gaplashib, chiroyli narxlarda qilib beramiz. Joninglar sog' bo'lsin.